Şan-şeref ehli bulaş mümkün mü bağlan olmasa Kırstelemde özü mert mi meydan olmasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görgüçler. Bugünkü yeni bir uçuk söhbet programımıza kelganlarını kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Hürmetli televizyon görgüçler, bugünkü stüdyo mehmanimiz yana ammiga tanışık bo'lgan hürmetli Abduqadir Yevshan akamizni taklif qildik. O'zininki qimmatli vaqtini sarf qilib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz aldidan. Ben rahmet aytamam, Allah razı olsun. Allah yardımcın olsun. Bugün sizden o'tkazmoqchi bo'lgan suhbatimiz bo'lsa, hammamizga ma'lumki, hurmatli ko'ruvchilar, Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan bir qancha ministrlar bilan shundaqla 300 necha kishilik bir cho'ng hay'at bilan Xitoyga elib borgan ziyoratini vatanimiz Sharq Turkiston Urumchi shahridan boshladi. Bu ziyorat albatta dunyoning har qaysi yeridagi axborotlarni Türkiye axborotlarida ait keng ko'lamda berildi. Bu Türkiye axborotlarida keng ko'lamda berilib, dunyoning nurg'un joylaridagi xalqimizmi bu hayajonli minutlarni hammamiz ko'rib xushal bo'ldik. Albatta Uyg'ur xalqi Erdo'g'an boshchiligidagi bu hay'atni qizg'in kutib oldi. Ama Xitoy doiralari bo'lsa, buni albatta o'zining axborotlardan bo'lib, Urumchi ziyoratini butunlay to'sib, hattoki shaxsiy Uyg'ur turbatlariga bu haqda xabar berishni cheklaganligi hammamizga ma'lum. Chunki bu ziyorat haqida hech qanday xabar berilmadi. Faqat Urumchidan ketgandan keyin ondan yo'q deyarlik bir ishki xabar bilan bo'ldi qildi. Ama şu ziyaret esnasında tartılgan resimler, Türk muhbirlerinden tatkan resimlerin aşırıki naiti bir Ahmet'in köp nesini işbadilep bergen Urumchi Erdoğan'ın ki çoğun bazada Uygurlar bilen naiti kızgın görüşkendeki resmi bilen Uygurlardan kucaklaşıp görüşkendeki resmi bilen Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu'nun ki namazdan keyin Beytul Ma'mur Camiasida bir Uyg'ur boy bilan naiti qizg'in yuzini yiqishib turib ko'rishgan bu hayajonli nurg'un narsalarni ifodalab beradigan bu surat Xitoy torbatlaridami qanday qildisa bu munozir qildi. Bo'lib mush ikki surat haqida Xitoyningki munozir torbatlaridami insonning g'azabini qo'zg'aydigan darajada naiti qamlashmagan ig'ir darajadagi Xitoy xalqining berayotgan inkaslari haqiqatan insonni o'ylantirdi. Shuning uchun biz mush haqda Abduqadir Yevshan akamiz bilan suhbat elib bormoqchi. Oldi bilan shu Xitoyningki torbatida bu Finyan harbiy ishlar torbatida e'lon qilingan shuning ichidagi hammasini o'qimaymiz, bu yerda faqat shuning ichidagi vakil xarakteriga ega bo'lgan eng ko'p diqqat tortgan nimalardan tanlab tarjima qilingan inkaslarning bir qanchisini o'qib o'tamiz. Undan keyindan suhbatimizni boshlaymiz. Bu ikki Xitoy torbatida berilgan bu ikki rasm haqida nurg'unlagan Xitoy tor qo'llanuvchilari bas bilan rasm haqida munozaraga tushganda bunun ichida inkaslardan birsam, bu Uyg'urlar Turklarni shuncha yaxshi ko'rsa, hammasi Turkiyaga ko'chib ketsin. Ondan yaxshi yerlar bizga qoladi deb birsi shuna inkas yozgan. Yana birsi mana bu bizga boshqa millatning yuragimi boshqa degan nisbatlab beradi. Ko'nlar hajabmi to'g'ri gap qilgan ekan. Qaranglar u rasmdagi qiyro'g'rining xuddi uvalchilikqa uchrab ketgandek turib ketganini. Xuddi bir odam uni bo'zaq qilayotgandek. Biz Xitoylar azaldan boshqa millatlarga zulm qilib boqmagan. Men Xinjiangdagi Xitoylarning Uyg'urlarni bo'zaq qildiganligiga ishonmayman. Meningcha islom radikalligi va millatchilik bugungi ahvolni keltirib chiqarayotgan asosli omil. Xinjiangda islom dinini yo'qotmoqchi muqimlik bo'lmaydi deb bu shaklda inkas yozgan. O'ziga ZDT 12 deb taxallus qo'ygan Tor abunti yana bir Xitoy bo'lsa, yuqoridagi abuntining fikrini qo'llaydiganligini bayon qilib bunday deb inkas qaytargan. Xinjiang masalasini hal qilishning ikki yo'li bor. Biri ularni madaniyat jihatdan assimilyatsiya qilish, bola vaqtidan tortib ularga beriladigan islom tarbiyasini kesib tashlash, ularni Xitoy iqtisodiy chemberining ichiga so'rab akirish. İkincisi, ularning qinini bulg'ash kerak. Ularni boshqa millatlar bilan nikohlanish, to'y qilishga rag'batlantirish kerak. Bu ishlarga vaqt va aql ketadi. Agar bu uslubni qo'llanmagan taqdirda Xinjiang masalasi oxiri berib Xitoyga ofat elib keladi degan bu inkasni yozgan. Yana bir Xitoy bo'lsa, buningga inkas qaytarib, yo'q, islom dinidagilar bilan to'y qilishga bo'lmaydi. Bo'lmasa ularning soni texmi jiqiltib o'tmamdi, ko'payib o'tmamdi degan bo'lsa, yana bir Xitoy bo'lsa, bu rasmga bunchalar sezgir bo'lib ketishning hojati yo'qmikan? U nihoyatda bir Turkiya ya u Amerika bo'lmasa,
hozir Xitoy degan bir cho'ng davlat bo'lib ketdi. Agar Uyg'urlar turklarga shuncha bola amroq bo'lsa, Turkiyani o'zimizga qo'shib olsak bo'ladi. Xitoy degan Amerikada kuchli bo'lmagan bilan Turkiyada nechasi kuchli. Kashkicha ehtiyojchan bo'lavermay, bir ishlarni kengroq o'ylaydi degan. Yana bir Xitoy bo'lsa, Singdi Sanxo ismli Xitoyning inkosi bo'lsa, men yanada tarixdagi jang yeshiga to'shqan erlarni qararlik holda qirib etish usulini yaxshi ko'raman. Bu hozirgi bu masalaga noitimi bob keladi degan inkosni yozgan. Yana bir Xitoy bo'lsa, uning inkos qaytirib, hozir bu usulni ishlatkili bo'lmaydi. Eng yaxshisi bu millatni shalg'utlashtirib etish kerak. Rayondagi Xitoylarning nisbatini hassalab oshirish kerak degan inkosni yozgan. Xo'sh, uning keyindan buningga inkos qaytirib yana birisi, ularni qachon assimilyatsiya qilib bo'lg'ili bo'ladi bu shaklda. Eng yaxshisi bundaq boshqa millat, boshqa dilliklarni yo'qotishning eng yaxshi usuli urush yeshiga yetgan allarni qirib tugutish, yo'qotish deb bu inkosni yozgan. Yana bir Xitoy buningga inkos qaytirib, Uyg'ur deydigan bir millat yo'q. Mençin xandonligi tarixda g'arbiy rayonlardagi har xil o'xshamaydigan millatlarni Uyg'ur deb atagan. Aslida bu nurg'un millatlarning o'rtaq atilishi. Davlatimiz buni qayta o'ylashib, bu yerdagi yashayotgan har bir millatga ayrim-ayrim atalg'i berishi kerak degan bu inkosni yozgan. Yana ba'zi Xitoy to'rdoshlari bo'lsa, agar Turkiya Uyg'urlarga yordam qilsa, Turkiyadimi, Kurdlarga Turkiyadagi Kurdlarga Xitoy yordam qilishi kerak. Bizning bu boshliqlarimiz buni o'ylanish kerak degan bu shaklda yozib, hatto ba'zilari Eronga yordam qilib Turkiyani urayli degandek so'zlarni ishlatgan. Yana bir Xitoy askartib, bir Uyg'ur, bir Turk rahbar bilan quchoqlashib ko'rishib qo'ysalar, buni davlatning manfaatiga ziyon soldi deyishning o'rni yo'q. Agar bu kishilar Xitoyda o'qib turib, xato tarixiy tushunch bilan cho'ng bo'lgan bo'lsa, bu ma'rif ministrligining iqtidorsizligimi yoki birliksa bo'limining ahmoqligimi degandek inkoslarni yozgan. Demak, ham Turkiya bosh ministri Erdo'g'anning Sharq Turkiston qilgan ziyoratiga Xitoy o'qirmanlarining qaytirgan inkoslardan biz vaqt e'tiboridan noiti az sondagi vakil xarakteriga ega bo'lgandan bir qanchisini diqqatingizga sunib o'tdik. Bu yerda kishining diqqatini eng qo'zg'aydigan nuqta nima deganda, butun shu berilgan inkoslarning hozir 30 nachibatga berib ketdi bu inkoslarning ko'paygan Xitoy to'rbatlari degan nima. Bu ko'pincha Xitoylarning asosan degudek hammasi assimilyatsiya qilish, yo'qotish, qirib tashlash degandek bu ideyani olg'a surganda ko'pincha Xitoylarning inkos qaytargan. Yana bir ajablanarli nuqta nima deganda, Sharq Turkistondagi to'rbatlarda, mayli Xitoyning atalmish hukumat to'rbatlarida bo'lsin, mayli har qanday bir to'rbatda Xitoyning shu yerdagi qilayotgan ishlariga norozilik bildirgan kayfiyatdagi bir narsa e'lon qilinib qolsa, shuni e'lon qilgan kishi Milliy Millatlar Ittifoqiga buzg'unchilik qildim. Bu yerda hukumatga qarata davlatni parchasiga urindim degandek batnamlar bilan tutib solinayotgan bir sharoitda mushunga o'xshash Xitoy to'rbatlarida uchiq oshkora holda qirg'inchilik, yo'qotish kerak, o'ldirish kerak degandek bu shakldagi inkoslarning hech birining haftalarcha hech qanday elib etilmasdan turishi insonni qinoqatdan qo'zg'aydi. Xo'sh, birinchi inkosi, ya'ni bu agarda Uyg'urlar turklarni shuncha vola yaxshi ko'rsa, hammasi Turkiyaga ko'chib ketsin, undan keyin yaxshi bizga qoldi o'ylabdi. Xitoy bugun mushu yuqoridagi narsani anglagandan keyin bu menga nisbatan hech qanday yangilik, ajablanarli yeri yo'q. Xo'sh. Chunki Xitoyning tabiati shu. Amaliyat shunda qilyotdi, bu hokimiyat tutmaganlik uchun, hokimiyat beshli bo'lmagan bakash Xitoylarni var. İşte yo'qchirib yozgan hokimiyat tutayotgan atalmış shu Sharqiy Turkistonda ishg'olchi doiralar buni allburun qilib bo'lag'liq qilyotdi. Bu diningdan oshirib qilyotdi. Sen savasiz Xitoy bo'lganliging uchun ata kechikib qoldimki, men bularga ish yugitay deyapsan. Ish yugini bo'lag'liq. Ammo Sharqiy Turkiston xalqini hech qanday qilinmayapti. Masala bu. Xo'sh. Xo'sh. Bu qani bizning deganimiz unda sizni. Bu yerda shuni ko'rib olish bo'ldiki, Sharqiy Turkiston xalqi va jo'grafiyasi Xitoyning emas ekanligini yuzda isbotlaydigan hujjat bu. Biz Sharqiy Turkistonni tashlab Turkiyaga chiqsak, o zamin sizning o'ldirilgan bo'lsa, sizning emasku bu zamin. Siz qani bizning deganingiz, sizning emas u.
Sizin emes boğallıkı biz taşlap çıketsek anda sizden oldu ki. Biz taşlap çıketmeyimiz yani alımız yani. Sizin çıkarı ötemiz. Şarkı Türkistan'dan Xitay'dan ibaret bu nicisinin tapını tek güzme çıkarı ötemiz inşallah. Allah'ın yardımıyla. Bu dünya bu kadar bundan tumaydı. Vay! Zulüm ve zalimliğinin digini boyunca bulurgan bu dünya bugün kaltı kemmeydi. O zulümün mu, zalimliğin mi malum müddeti var, çeki var. O çek yetken zaman hemen kendi geldi. Yani fizikal kanuniyette şeyi terakki kılıp çeki yetkende aksık çekindi. Tamam. Sizin muşun özüdün Şarkı Türkistan Xitay'nın zemini emaskenliki ve Xitay tüpürük emaskenliki Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının Xitay bilen kılçılık alakası yok ekenligini ispatlaydıganlığının delili. Başka milletning yurikimi başka degan isbotlab berdi bu ko'ndirimiz to'g'ri ekanda. Biz başka millet, zaten biz başka millet ekenligimizin davetimiz. Xitay bunun konuma o'tadi. Biz başka millet. Tilimiz başka, yazgımız başka, medeniyetimiz başka, din, hamma narsamiz başka. Men Xitayning ishiga bir Uyg'urni yashirib qo'ysa, ashal Uyg'ur men deb chekildib turdi. To'g'ri. Xitayni ma Yevropadagi boshqa insonning qishiga yashirib qo'ysa, bir ashu eng arzimas bir hayvon ishning kuchkidek ko'rinadi ham deydi. O'zingizga o'xshaydigan til, yazık, örf, odat, medeniyet demasdan Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya deymiz. Shimoliy Koreyani o'zingizga besavasinglar bo'l, qetavasinglar bo'ldi ya. Yazıqı, tilingiz, chiroyingiz hamma narsaga o'xshaydi, qalbingiz o'xshashadi. Kommunist, sizim kommunist, umma kommunist, umma mushrik, sizim mushrik. Ani qetavasinglar bo'lmanda. Endi qatammaysiz. U shkolada sizga. Bu Şarkı Türkistan halkını o kadar yaman görürsünüz, çıketsiniz babam bu yerden. Tüpürük bizi kasıl obdan zamandeyiz. Obdan zamandan halkın obdan buladı. Obdan zamanda eski adam, obdan halkına eski adam çoğu düşman bulduğun nasi. Obdanға herkes obdan düşman bulmaydı. Yaxşıға yaxşı düşman bulmaydı. Yaxşıға sizga o'xshash necis inson qalbidan chiqqan insonlar qatoridan o'rin ololmagan sizga o'xshash necis maxluq andan dushman bo'ladi. Siz bizning dushmanimiz, biz sizning dushmaningiz. Chunki siz şu Allah'ның ve peygamberinin ve insonlikning eng ashaddiy dushmanisiz. Siz bilan tilimiz tamamen başka. Sizin to'g'ri gap qilish Xitoy. Başka milletin şu başka şey болады ya bışkınımızda var o başka milletin o'zini yaşab qo'yib pasinglar bo'lmamda. Oyoqqa. Yana tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu'nun Uyg'ur buva bilan ko'rishgan rasmlar albatta necha o'nmonligan so'zni ifodalab berdi ikkisiniki. Bu rasmda Xitoylar chidamay bu rasmga bu nihoyat o'lchilik uchrab ketgan, turib ketgan bu qayerdan deb bu shaklda berdi. Bu meselede o ertsemez adam. O adam qanday adamsa Xitoy yasab chiqqan adam taqavi. Xitoy sen ko'rasan bo'ladi deb Xitoy mo'shin ko'rishga ruxsat qilgan Xitoy tarafdordagi bir adam. O ertsemez. Aşında turuqluq aşal bir narsa ekspertiki haqiqatan zulmga uchragan bir mazlumni ekspertlik. Haqiqatan o zulmga uchragan mazlumning qishiga bir yordamchi do'stining kelganligini ifodalab berganlik. Moshini isbotlab berganlik uchun andin bu yerda Xitoy turmayapti. Bizning xalqimiz Xitoyni herkes quchoqlashib ko'rishmaydi ki. Xitoyni ko'rasang nagasa to'ng'iz buraydi sizda shu. Hayvonlar bir eğilg'i. Ay mehmonxonni ko'rasangmi, eğilg'i chirib bir eshak hayvon bilan ko'rashgandek mayda to'ldigan emamdi bu. Burab, to'g'ilib olmaydimdi buni. Ses qilib o'raydimdi. Ay Xitoyni ko'rsa odam yendi deb kelsa qis keldimdi. Xitoy ya nima deydi sen o'zini pokiz ko'ktadi.
Özünü medeniyetlik göktedi. Vay niye medeniyetlikə kölük düşüp ketken qurutni özün siyip qalq soğanğa, özün çiçip enanlı çıqqan qurutni yeydigan bir maqlıq tutsan, yalğan mı ya o? Xitayning asli medeniyetini öksettirdiği amili bu vaqt to'xtalsak, bizga ilmiy gap qilmab deydigan bir arsil chiqadi bu yerda. Go'y. Maqlaq. Sening dushmaning damlab ketishga bo'lmaydi bu yerda. Damlig'idagi hech yeri yo'q bu Xitoyning. Hey Allah. Shunday qilib bu Xitoy yana oxirida bu bo'layotgan ishlarning hammasi debdi bu Şinjanlik Xitoylarninkimi Uyg'urlarni bo'za qildiganligiga ishonmayman. Biz azaldan boshqa bir millatga zulm qilib boqmagan debdi-da. Bu yerdagi bu masalani sen deysen zulmni biz chekyapmiz. İlmiy nuqtadan har qandaq narsani shu ahlidan so'raysiz. Xitoyni ichkarida ko'rsang, ashna ko'rsa. Ammo Sharqiy Turkiston tajovuz qilib kirgandan keyin har bir Xitoy birdinchi yovvoyi yirtqich hayvonga aylandi bu. Chilböriga aylandigan go'li bu. Ay mokinayni Xitoymi? Ay Mangnur divani Xitoymi? Ay aran chiqqan Xitoymi? Aşağı tirilib qopab, bizden tük taşlaydı. Taşlaplam onu kıyafet tamamen özgürdü onun. Özgürdü, takama Uygur degende edem Katar'ı sanımaydı. İslamni yo'qotish kerak, islom dinini yo'qotmoqchi muqimni qolmaydi debdi. Endi miyada bizning atalmış kahramanlar Xo'sh. Bu Xitoyning dinning dushmani ekanligini tonimaydigan. Xitoyga qarshi tursak millatchilik o'limiz deydigan. Xitoy qarshi turishning o'zini cho'm millatchilik deb toniydigan ya dinini uqmaydigan. Bu Xitoy avval bu millatni yo'qotishning sharti islomni qilyotdi. İslamga kim qarshi turadi ekan? İslamga kim hujum qiladi ekan? Shundan dushman tutishing, shuning qarshi turishing, shuning Alloh ko'rsatgan payg'ambar o'rgatgan jihadni yetishing sana cho'p farzayn qilib bekitildi bu yerda. Biz yuqori deb qoldik. Sening diningni yo'qotishdan ilgari vatanga kirishning o'zi. Camiye chiqasim chiqarasiz buni. Qur'onni besbasimi? Sana dini o'rgatib qo'ysimi, joyni chiqarib seni tajovuzchi degandan. Bu tajovuzchini qabul qilg'ili bo'lmaydigan aqlan va dinan hech qanday axloq, hech qanday qonun qabul qilmaydigan jinoyat bu. O jinoyatga islomga asli qarshi turishimiz lozim, inson qarshi chiqadigan narsa bu. İslam qarshi chiqyapsa, diningni yo'qotsa, qizil vaqinlaringni kuni qachirib ketsa, bu hassas eng sezgir nuqta bizning Sharqiy Turkistonda yuz beryapsa, insonning mo'shning qarta besh qilsa millatchilik desang qanday aqlsan, diningni uqmaysa, bu dinni payg'ambardan o'rgangan bo'lsang, payg'ambardan o'rgangan dinning gapini qilsa, yoki o'zing topgan bo'lsang o din emas o. O namoz o'qisang va ro'za tutsangmi? Ashab-ı kiramning annoz namoz o'qiydi, ro'za tutdi, bizdan yaxshi amal qildi. O dushmanga cho'q kufrga, zulmga o'rtaq qarshi turdi. Mustamlika va tajovuzchilikning cho'q aning millati, irqi, aning zamoni, makoni bo'lmaydi. Yani bir Xitoy nimasida bu atalmış Şinjan masalasini hal qilishning ikki yo'li bor. Bir ularni madaniyat jihatdan assimilyatsiya qilib, kichkidan tartib ularga islom tarbiyasini kesib tashlab, millatni Xitoy zoti qilyapti abaysil degandek bu ishlarni albaburun boshlab bo'ldi. İqtisod chemberikining ichiga so'rab kirib ulanmay biri. Millatda ham shuni yashayapmiz. Bu yana birisi ularni boshqa millatlar bilan nikohlanishga, to'y qilishga rag'batlantirish kerak degandek bu narsani o'tirib qo'ygan. Bu o'tirib qo'yishlari masalan buni yana Xitoyning nurg'un boshqa mutaxassislar masalan har xil maqolalarda mana shu o'tganda bir statistikada mana shu bizning Sharq Turkiston rayonida, qaysi rayonda boshqa millatlar bilan to'y qilish nisbatining oz ko'p ekanligini nimasi oxirgi natijalarni chiqarib hisoblab qilgan narsalarni ko'rgandik. Shu vaqtda masalan Urumchining eng ko'p boshqa millatlardan to'y qilish nisbatiga qolgan mesela Janub taraflarınki o tarafdan ait az ekanligini bildirib, buni qattiq xizmat ishlab o'zgartirish kerak bu nisbatni degan
Xitoyning mutaxassislari bunda fikr berganligini ko'rgandim. Ya'ni Xitoy mushu jihatga yana qattiq hatto ashunda boshqa millatlar bilan Xitoylar bilan to'y qilganlarga alohida imtiyozlar, pul berish degandek bu ishlar bilan qiziqtiradigan shaklda elib beradi bu ishlarni hamda. Xitoy biz avval dinning hukm bo'yicha shu bo'lani biz avvalcha musulmon qilishimiz lozim demoqchi. Sharqiy Turkiston xalqini birinchi qilgan narsamiz nima degan chog'imizda buni aqidasini va e'tiqodini Qur'on sunnatga uyg'un shaklda mu'min bir musulmonga aylantirishimiz lozim. Bu bak muhim masala. To'g'ri. Mushu narsa hal bo'lmaydi ekan biz qog'ashimizni hal qila olmaymiz. Mushu narsani hal qilishga tirishishimiz lozim. Nima uchun Xitoyni yuqorida ta'l qilgan tarafdan o'tdi? Ürümçili köprek. Bunu başka umumlaştırışımız gerek dedi. Diyen çağımızda nerede dini? Diyanete aciz olası şu yer şekline gidik. Şu an İslam dinini yoktamaz değiştik sebep şu. İslam dinini sen yoktamaz, sen yok olursa. İslam dinini yoktu mu diyenlerin her navası yok olup geldi. İslam dinini terakki kılıp güçlenip geldi. İslam dininin tabiiyeti şu ki kaçanik senin çok güçlenişinin şartı. İslam dininin çok güllenişinin şartı seni en yoktumen dep köreş kılışın bilen andan şekillenir. Xuddi nimaga o'xshaydi desang, ay gulga suv qo'yganga o'xshash, sen islom dinini yo'qotaman deb qilgan nimaga o'xshaydi desa, gulga adigan sardi suv quysa yashnaganga o'xshash, sening ko'rishing islom musulmonlar qilgan zulming islomni yashnatishga va gullanishga, taraqqiy qilishga, kuchlanishga va zolimni gumron qilishga olib bordi. Bu haqiqat. Albatta Qur'oni Karimda Alloh oyati so'zlaydi ona. Allohu yutimmu nurahu va law karihal kafirun. Yani kafirlar uni yomon ko'rgan taqdirda ham Alloh o'zining nurini tamomlamay agar uning agar u yomon ko'rmasa nima ahamiyati bor? Aynan alqi ajal shirkni, kommunizmni, kufrni tashviq qilyapti, taraqqiy qilyapti-da. O yo'qolish qarab menayapti. İslam dinidagi afzallik sen köreş qilish yo'qdiman deysa, biz mavjudligimiz uchun köreş qilamiz. Shu aralıqda biz yashnab gul chechak beramiz, kufr quribcho, qo'rq qaqshalga aylanib, davzaq tutaraq bo'ladi. Hurmatli Abduqodir Abjan aka, bu inkasdan abay o'qib o'tganda kana asosiyatni aytdi, ixchamni aytdi, javob berildi. Qog'ozlarni o'qisaqmi, yana shu shaklda javob berilgandek. Aytdi güzel bir şekilde. Şimdi Şarkı Türkistan halkı her konuda çok naumut olmaslık gerek. Biz de hazır naumut kılıvatkan neyse, neymiş o, mine şu atkan neyse. Az zulüm kufçırıgan halk. Zulüm kufçırap durup, az zulüme karşı tutulmaydıgan bulup kalışa. Bu acemde eşittirdiği vakan nokta hava. Aşağıda dini horlunavatkanlıkı, kızval vakıllar horlunavatkanlıkı, üzü horlunavatkanlıkı, Müslüman tüfrikı jutib ketilayotganligi, musulmonlar izlayotganligi, ayollar yog'liq artib chiqolmaydiganligi, mujning hammani ko'rib turib, az zulmga qarshi tursak millatchi bo'lib qolamiz deb menda ahmoqona tushuncha bilan chiqqanligi bizni afsuslantirayotgan nuqta bu. Tamamen Xitoyning foydasiga bu hamda. Bu islom dini nimaga buyuriydi, nimadan to'sadi? Nimaga yetaklaydi? Köpten köp rahmetine aytdi, yaxshi suhbat qilibdi. Alloh razı bo'lsin. Hurmatli huzur ko'rguvchilar, shuna qilib deganki yana bir san ochiq suhbat programmamiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatim kelar qatimda ko'rishguncha Alloh subhanahu va taolaga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.